Assalomu alaykum. 20 sotixlik kat yo'limiz ombori to'g'risida ma'lumot. Aqlli kat yo'l. Ko'mirga, gazga ishlaydi. Mana omborining kattaligi 69 ga 104, 0.7 kub. Poli mana turbaning ichida suv bo'ladi, shuni hisobidan ko'p xizmat qiladi, uzoqqa yetadi. Buni to'ldirib yoqilganda tepadan yonib tushadi. Mana bu yerga turba terilgan, 130 ta turba terilgan bu yerga. Shuni hisobidan alangadan yaxshi foydalaniladi. Birinchi turbalar qizdirib, issiqlikni balandga olib chiqadi. Shuni hisobidan tezda aylantiradi suvni, ko'mirni ekonom qiladi, issiqlikni yuqori darajada ushlaydi. Qattiq sovuqda 550-600 kilo rasxod qiladi. Shu paytda shu 7-8 gradus sovuq bo'lganda ichkarini 15 ushlaydi.